Hozir Adajonisiga prank qilamiz. Reaksiyalarini ko'ramiz. Voy yuragim. Adasi o'xshamadi. Ozgina shoshliroq qo'rqib bering. O'xshamadimi? O'xshamadi. Boshidan. Bo'ldi. Bo'lmadasi? Ha, o'man. Xullas qizlarjonlar, men sizlar uchun zo'r taklif topib qo'ydim. Bu umuman allergiya bermaydi. Eng zo'r tarafchi havo o'tkazib turadi. Hozir o'g'limga taqib ko'rsataman. Oyi, men pampers taqmayman. 3 yil bo'ldi chiqib ketganimga. Shu o'zi men bilan mazadan bilan oling. Odiljon ke bola. Kelin, navaramni unaqa reklama-peklamalarga aralashtirurmay. Undan ko'ra vaqtida ovqatingizni qilib qo'ying. Sanchi ho'kizdek bola. Xotinni aytganini qilibsan. Latta. Yur bola, men Yo dedimmi, yo. Mana shu videolaringni oshnoqanim olib bosh ko'tara olmay qoldim. Xotin o'zing ol videoyingni. Adajonisi, bitta ko'zingiz o'zi tushadi. Iltimos, shu trendni olishib yuboring. Yo dedimmi? Odiljon, bola, bu yoqqa. Ana, adasi jonliroq gapiring. Opalar, kelinglar, mana shu Timson S Xitoyda ishlab chiqarilgan kapsulalarni uyingizga olib borib bersanglar, keyin kiyimlaringlarni yuvadi, 20 kungacha sizlardan takoy hid kelib turadigan bo'ladi. Agar xotin, men ketdim. Voy, qayerga ketyapsiz? Videoni oxirigacha olmadingiz-ku. o'zi oxirgi payt bori, xotining chizgan chizuvdan chiqa olmayapsan. O'tirasan, tursa turasan. O'la erkak bo'lmay, kimga o'xshading hayronman, bizdan zot unaqa odamlar yo'q edi. Ana shu kun o'kanmasi. Ana. Bo'ldi. Kelinlarim, qizlarim, mana mamonni kiyiminglarni yuysanglar, oson dazmol bo'lar ekan. Keyin allergiya chaqirmas ekan. Bolalarni, naralarni bemalol kiyimini yuysanglar bo'ladi. Hammalarga tavsiya qilaman. To'g'ri ekanmanmi, kelin? Cho'chib yubordingiz reklamani, Adajon. Mana buni qo'ying, Adajon. Voy, baraka toping, voy shuncha bilan. Ana voy, taylini videosini olmadinglar, olishib yuboraymi? Olishib yuboring. Odiljon bolam, bu yoqqa qara.